بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetlik Müslüman qeyrindaşlarımız, biz yuqorqi darsda her bir Müslüman qeyrindaşlarımızning birlikka has qatish mas'uliyati, majburiyati baş tortib bo'lolmaydigan muhim farz ekanligini yuqorqi darsda biz so'zlab o'tdik. Ham shundaqla biz birlikka has qatishimizda Xitoy kommunistlari biz tarixda ko'rmagan eng qattiq zo'ravonlik, tajovuzchilik, yo'qotish va tarix bas sahifasidanmi bizni o'chirishdan iborat bo'lgan Alloh taologa qarshi, islom diniga qarshi, Qur'oni Karimga qarshi bizningki hurmatli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamningki hayotiga, sunnatlariga qarshi Alloh taolo bizga ulug'lab dünya ve ahiretinin ibadeti ornida simul qilib bekitib bergan masjidlarimizga, ibadet hallarımızı karşı ve bizni dünya ve ahiretinin baxtiga yetaklagan dini ustozlarimiz ve suyumlik bizninki yetakchi rahbar Alloh taologa boshlaydigan, Allohninki bizga bergan haq huquqlariga boshlaydigan barliq dini ulamolarimiz, taliblarimiz, mujohidlarimiz, siyosilerimiz ve ziyalilerimiz varlık urg'u tuqqan ağaçsınıl Uygur Müslüman qeyrindaşlarımızınki hammasiga yo'qotish ilib berish bilan birga bo'libmi bizninki eng bizga yaxshilik qilib haqiqatni va dinni o'rgatgan ustozlarimizdan iborat Muhammad Salih Damullam va shundaqla har turlik jamiyat so'rinlarida haqni oshkor qilgan nurg'ulg'an ziyolilarni va nurg'ulg'an qarindoshlarimizni o'ltirish ko'z oldimizda tap tatmay yo'qotish va xalqaroning ko'z oldimi tap tatmay tugutishdan iborat bo'lgan mana shundaq yomonlikni qilayotgan mush paytda biz qarindoshlarimiz nimaga eng bak ehtiyojli desa birlashishga, birlikka va birlashishga has qatishga alohida bak ehtiyojli. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga mush birlashish dushmanlarini yo'qotalaydiganligini, birlashish hattoki inson vujudiga ta'sir ko'rsatadigan hissiy shaytonning vastlaridanmi bizning ustimizdan g'olib kelaydiganligini va birlashish bizni doim namunliq, ulgulik bir jonliq ummatga, Allah'ın yardımı ve Allah'ın qalbiga erişereydigan yaxshi ummatga, cennetdimi Allah'ın rızalığına erişereydigan yaxshi bo'lgan musulmonlarga aylanaydiganligimiz için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alohida ogohlantirgan. Nima degan? Alaykum bil jamaa ve iyyakum vel furqa fa inna şeytana ma'al wahidi ve huwa min al isnayni ab'adu man arada buhbuhatil cenneti falyalzimil jamaa. Sizlar jamoat yani toplashib islom ishida turadigan ishqa ching turinglar. Bürünüş, guruhvozlik va har turlik bürünüş harakatidan kelib chiqadigan yomon ishlardan yiroq turinglar. Shayton bir odam bilan birga bo'ladi. Ikki odamdan yiroqroq bo'ladi. Demak, qancha ko'p bo'lsa, haq ustiga yaqinlashgan, haq ustiga ching turgan odamlar qancha toplashqa ko'plashsa, buningdan shayton tixmiroq bo'ladi. Jannatning maydonini iroda qilgan, jannatning kengri bo'lgan bag'isini iroda qilgan har qanday bir mu'min musulmonlar jamoatiga mustahkam isilib ching tursin dedi qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz har turlik vositalarni qo'llanishda har xil shakldagi jamoatlarga, guruhlarga va tashkilotlarga ve siyasi teşkilatlarga ve siyasi cemiyetlerge yüzlengen bo'lsakmi, lekin g'oyamiz, maqsadimiz, nishonimiz ve bizningki dunyo oxiratlik baxt soatimizni vujudga chiqarishimiz uchun Xitoy kommunistlaridan Sharq Turkistonni ozod va mustaqil qilishimiz uchun Sharq Turkistonda
Allah rozi bo'lgan islom prinsiplari va erkinlik prinsipidan iborat bo'lgan haq-huquqlarimizni joyida ijro qila olishimiz uchun biz shundaqla xalqarodimi chet elda turayotgan musulmon qarindoshlarimizni har turli millatlarga assimilyatsiya bo'lib bir kuni kelgusi avlodimizda yo'qolish yo'liga, sinib ketish yo'liga yuzinib qolmaslik uchun birlikka, to'plashib yashashga va uningga hasqatishga tirishchanlik qilishimiz har birsimizning mas'uliyati. Nima uchun? Chunki to'plashish, birlashish hayot dunyodagi xarakter, tabiat, yomg'irlarmi tomchilardan toplanadi. Nammo har xil buğday dallaridan bir oldimizga pishib, choyliq qo'yilgan bir kashinini ya bir tomdan oldimizga qo'ydi. Hattoki cho'ng-cho'ng qurilgan egiz imoratlarmi bir qish poshtirdan qurildi. So'zmi harflardan, hatto jumla so'zlardan, kitob har turli jumla va so'zlardan qorashtirilib bizning oldimizga qo'yildi qarindoshlarimiz. Hattoki bir inson o'zining badanimi uning necha xil a'zolaridan qorashtirildi. Shuning uchun birlik hayotdagi Allah'ni razı qilishimi va inson o'ziga baxt yaratishdimi, jamiyatga baxt yaratishdimi va o'z nasli jamiyatini qo'dab qilishdimi eng yaramli, go'zal natijalarni berdi. Ham shunaqla bu birlik bizningki shariatli fariz, ham bizning madaniy taraqqiyotimizmi, bizningki go'zal taraqqiy qilgan islom dinimizning dunyoga yo'rgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islom dinini dunyoga yo'ritgan shu birlikning amaliy taraqqiyotining simvoli. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaning ismini o'zi keyin Allohning iltifoti bilan Makkadan Madinaga hijrat qilgandan keyinki Qur'on Allohning yodi bilan qurilgan islom davlatining ismini Madina deb atagan, ya'ni taraqqiy qilgan güzel, medeniyetlik, sapalık şehir degan bo'ladi, sapalık devlet degan bo'ladi. Shunga biz qachon birlikdan ayrılib qalsak, birlikka hasqatishdan ayrılib qalsak, o vaqtda biz qanday bo'lgan bo'lamiz? Sapasiz bo'lgan bo'lamiz. O vaqtda biz hasqatan bo'lgan bo'lamiz. Shuning uchun qarindoshlarimiz birlikka hasqatishda ikki guruh qattiq birlikka hasqatishda mustahkam turish kerak. Birisi rahbar bo'lgan guruhlar, birisi bularga ergashgan tabi'lar. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on-i Karimda estağfirullah atiullah ve atiur rasul ve ulul emri minkum dedi. Allah'a, onun peygamberiga ve sizlarning ishinglardan chiqqan ish egilarga itoat qilinglar dedi. Demek qarindoshlarimiz ish egilarimizdan chiqqanlarning itoat qilishi, Allah onun peygamberining itoat qilishiga uygun kelishi bu birinci asas. İkinci asas nima desa, biz Allah ve onun peygamberinin buyruğuna uygun amel kılgan emirler, yani emirler degan ulamalar ve siyasiyonlar ve Müslümanlar işideki yüz abroyluk kişiler. Mana muşularga Qur'onga uygun yetakchilik qiladigan mana shunday kishilarga biz xalqimizningki bularga itoat qilishi, bularningmi xalqqa yaxshi qarashi, yetakchilik qilish kerak. Xuddi nima o'xshaydi desa, masalan, bir cho'ng yuk mashinasi Mitsubishi markalık yük maşinesi desek, muşu maşininin beşi boğan Mitsubishi markalık maşina yolda özünün kendiki kuyruğu boğan, mal basıdığan kuyruğunu etmamay yalğız mansa, o vaxtı bu baş remote kılmanıptı, bunu onşat kılmangan okşaydı deymiz. Eğer kuyruğu ayrım bir yerde başka çetilmay uzun müddet durup kalsa, ma kuyruk emelden kaldırılıptı, manınga yük besilmegidek deymiz. Demek qarindoshlarimiz öz xalqidan ayrılib olgan, xalqi tashriq qilmagan, rahbar uning kallasida, uning fikrida, uning iddisida, tushanchisida masala bor rahbar. Davolanish tegishlik kesal. Rahbarligi to'g'ri boshda bassa, uningga yetakchilikka, uningki boshiga ovoz qo'shmay bir bulunga kirib olgan agashlarning hammasi xuddi amaldan qoldirilgan mashinaninki so'raydigan, mal bosadigan quyruqqa o'xshash bika qilib o'tilgan, amaldan qoldirilgan, xuddi yo'lda bir quyruq tursa, mashinaninki yuk bosadigan quyruq uzun muddat turib qolsa, bika qilinib tashvidiribdi, degandek u millat, u xalq qo'lidan ish kelmaydigan bir
jamiyatdagi va dunyodagi har qanday bir has qilishdan, iqtidordan mahrum qolgan bir millatga aylanib qoldik qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz bu yerda eng muhim bo'lgan masala rahbarlar o'ziga agashchi xalqlarga bo'lishi, xalqlar chekkan dard alamda birga bo'lishi, xalqlar ko'rgan rohatda birga bo'lishi, xalqlar yashagan barliq qiyinchiliklarda birga bo'lishi, ularning ishi, ularningki tushunchisi, ularningki yuragida nima borligini sizib beqishi, ularga kuyinishi, ularningki dardlarida birga dard chekishi. Bularga birinchi vojib. Hamshaqlar tuvandagi rahbarlarning, xalqlarning o'z rahbarlarining tatqan dard alamlari, qiyinchiliklari, ulardan talab qilgan barliq yordamlariga has qilishi, ularga yordamda bo'lishi, mana bu itoatningki ikkili tarafdan bo'lgan amaliy qiyinchiliklarimiz. Shuning uchun biz dunyo va oxiratning g'alabasiga erishimiz deydiganmiz, o'zaro bir-birimizga haqiqiy qon bilan go'shtak bir gavda bo'lib hamkorlashadigan fursat keldi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hadisda mundaq degan: "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah." Bir odam bir mu'mindan dunyo mushaqqatlaridan bir mushaqqatni ichib olsa, Alloh subhanahu va taolo u odamdan qiyomat kunining mushaqqatlaridan bir mushaqqatni ichib o'tadi. Bir odam, bir mu'min bir qiyinchilik qolgan, yo qarz tushib qolgan, yo Xitoy kommunistlarining qo'lga asirga tushib qolgan, yoki bu dunyoda bir xafalık qilib maktabida o'qolmay qolgan, uning iqtisod ketgan, yoki har qanday bir asirga tushib qolgan, yoki turmush qiyinchiligi, yoki iqtisod qiyinchiligi, yoki har qanday bir Allah rozi bo'ladigan bir yaxshi ishning qiyinchiligida qolgan bir musulmonga osonlik yaratib bersa, Alloh uningga dunyodami, oxiratdami osonlik yaratib beradi deydi. Biz Xitoy kommunistlari qo'lidan g'alaba qozonamiz desak, musulmonlarning, musulmon qarindoshlarining qiyinchiligiga amaliy yordamda bo'lib duo qilsak, bizning kuchimiz yetmaydigan kofirga Alloh yordam berib, bizga kuchimiz yetadigan kuch-quvvatni ham beradi, ham Alloh subhanahu va taolo shu kofirlar ustidan o'ylamagan yerdan yordam beradi, ham oxiratda bizni do'zax azobidan qutqaradi. Bir musulmon yeni bir musulmonning aybini yapsa, Alloh subhanahu va taolo o musulmonni dunyo va oxirat yapadi qarindoshlarimiz. Mana bu yerda telefon deydigan bir masala chiqadi. Biz qarindoshlikni, birlikka hasqitishni kech-kunduz da'vo qilib, xuddi nimga o'xshash desa, masalan, ham ko'rib o'tibdimiz. 10 qavat bo'lsin, 20 qavat bo'lsin bir binoni yiqo vaqtida bir dona bino yiqquchi, mashina bo'lsa yetadi. 20, 30, 40 odam biroz 200 dan birlashib qurgan bir binoni, bir necha xil mashina birlashib qurgan bir binoni vaqt kelib qolsa, bir mashina yiqotalaydi. Shunda qarindoshlarimiz, biz bir mu'minning aybini yepish, uni tuzatish, unga yordam berish, uni din jihatda, siyosat jihatda, fikri jihatda yetaklash, agar o rahbarlik bo'lsa, o jamiyat tashkilot bo'lsa, tixmi ularning yuzi obro'yini qo'dash orqali, ularning xatoliklarini isloh qilish orqali, ular bilan suhbatlashish orqali, bir ustal atrofiga yig'ilib o'tirib, fikrlash orqali biz ularni yetaklayishga ahamiyat bersak, ondan mana shu hadisda bizga Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgan dunyo va oxiratdami Alloh bizga yordam qilgan musulmonlardan bo'lamiz. Telefonlarimizda nima qilyapmiz hozir? Biror shaxsning, biror jamiyatning, biror tashkilotningki azroq aybini topib olsak, u belki bizning ko'rimizga ayb ko'rangin bilan belki bizning saviyamiz tövandi. Ya biz siyosat tushunmaydiganimiz, ya biz jihad, harakat, da'vat tushunmaydiganimiz, ya biz xalqaro vaziyatni bilmaydiganimiz, biz ma'o jamiyat tashkilotlariga qaragan vaqtda endi xizmat qilayotganlar deb qaramasdan, yoki ayb nuqsonlari bo'lsa-mu, so'zlashib, fikrlashib, ma'o qanday gap deb jamoat tashkilotining rahbarlaridan so'ramasdan qanday qilamiz? Darhallam topqa, darhallam her türlü yazmalarga ayıplaş, nuqson, tillaş, ahanat qilish bilan yüz obro'ni. Mana shundaq ustuluqimizni Xitoy kommunistlarining kech-kunduz qilayotgan zo'ravonligini yo'qotishga, kech-kunduz qilayotgan zo'ravonligini aytishga, kech-kunduz qilayotgan zo'ravonligini yeyishga ustuluq qilib ishlasak nima ish bo'lmaydi? Nima ish bunga jur'at qilmaymiz?
Hattoki ba'zan vaqtimizda bir resim qo'yib qolamiz deb, ismlarimizni qo'llanmay uni ehtiyot qilamiz. Ammo musulmonlarni ahonat qilishga, musulmonlarni o'zabini to'kishga, aybini aytishga, xuddi dinni yaping desa, yapmang degan o'xshaydi degandeklam Alloh taolo qarshilik qilib turib, qanday Allohning yordamiga erisha olamiz qarindoshlar? Shuning uchun biz dunyo oxiratning baxt soatiga erishimiz deydi ekanmiz. Alloh dushman tutishga, uni aytishga, uni yo'qchishga tirishchilik qilgan, qilishga buyurgan ham Xitoy kommunistlarining abdibekirisini til bilmasak tili o'rganayli, ingliz tili o'rganayli, turk tili o'rganayli, arab tili o'rganayli, rus tili o'rganayli, har qanday xalqlardagi barliq tillarni o'rganishga ahamiyat berib, biz dushmanimizning barliq abdibekirisini uzun muddat aşağıda qilnashirimiz. Xitoy kommunistlardan bizning o'ttirimizdagi bo'lgan jihad, kurash, bizning ota-bobolarimizdan tortib boshlangan uzun muddatlik islomiy bo'lgan ham diniy bo'lgan ham bizningki xalqimizga mansub bo'lgan bir uzun muddatlik bir kurash, bir jihad qarindoshlarimiz. Bu bizningki bulab qolsam unda qilama, hassamni shushadi qatama, qalbi kandan keyin bayroqni ko'tarami degan bunda ishran, yoki jo'zda o'ltirib, kunlarning birida oldiga borgan chaqda rais bo'lami degan gap bilan bu ish oqmaydi. Mayli jo'zimizda o'ltirayli, mayli salat turayli, mayli sirit turayli, qanday yadi bo'layli, Allohning dinini ustun qilish, Sharq Turkiston musulmonlarini azod qilish yo'lidagi va Sharq Turkiston musulmonlarini azod qilish yo'lidagi birlik harakatiga asqatish, tirishchilik qilish bilan har birimiz o'zimizning iqtidoriga tayinib turib, o'sha barliq iqtidorimizni birlikka siqitib, mustaqillikka erishishda ishlatgan vaqtimizda ondan Alloh taoloning yordamiga erishamiz. Shunga bu hadis bizni mana shundaq telefon, ushur, to'rlar, har turli vositalarda musulmonlarning aybini bilib qolsangmi, yo'ga, chashma, yayma deydi. Hamdaqla Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deydi, bir mu'min banda yeni bir mu'min bandaning yordamida bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo shu yordam qilguvchining yordamida bo'ladi. Qarindoshlarimiz, bir odamga bir davlat raisi yordam qiladi ekan, bir jamoatga bir davlat raisi yordam qiladi ekan deydigan bo'lsak, shu odamni xil hurmat qilib salamiz endi. Bizning qulluqdan qutuladigan qabliqimizga bir yordam bo'lib qolamı deb, Ayında tirishib bakımız. Nimishqa bizning eng katta igimiz bizga o'zi va'da qilgan, men uning yordamida bo'laman deb o'zi hadisda va'da qilgan. Mush Allohning yordamini elish uchun bir mu'min qarindishimizning ruhiy va moddiy yordamida yordamda bo'lishga tirishchilik qilmaymiz. Ashundaq yordamda bo'lishga, tirishchilik qilishga bizning hozir has qiladigan vaqtimiz keldi qarindishimiz. Ana ashundaq tirishchilik qilsak, ruhiy va moddiy yordamda bo'lsak, an birlikimiz kuchaydi, andan birlikimizga has qatgan bo'lamiz. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bir adam bir yolda ilim talep qilib mangan bo'lsa, jannatga bo'lgan yo'lni Alloh subhanahu va taolo asallashtirib turdi. Mayli din, mayli fan, mayli siyasi, mayli jihadi bir ilmni o'rganib, mush dinimiz uchun, bularni bozaq qilgan musulmonlarning qutulish uchun, uning haqiqatiman deb mangan har qanday bir musulmonning har bir mangan yo'li cennet yolu mangan burada. Demek mana shundaq cennet yolu manganlarga hamkorlashing, yordamda bo'ling, moddiy va ruhiy yordam bo'ling degan burada. Demek bizning barliq qarindoshlarimiz bo'libmi bizni dunyodami, oxiratdami birlik keltiradigan bir nurliq chiroqni Alloh bu hadisning oxirida so'zlab o'tdiki, "Va ma yatama qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah." Alloh taolaning uylaridan bir uyda bir qavm, bir jamoat jo'lashib Allohning kitobini tilovat qiladi. Endi ikkinchi bir sharti bormi? Uni dars qilishida o'z arasida deydi. Qarindoshlarimiz, biz mush Allohning kitobi Qur'oni Karimni hozirgi jamiyatni mush Qur'onga selish, aqidadimi, siyosatdimi, harakatdimi, davlatdimi, hokimiyatdimi, jamiyatdimi, birlik maydonga keltirishdimi, oila qurib chiqishdimi, safa madaniyat hosil qilishdimi, biz mush Qur'onga saladigan bir tadqiqotni, bularni Uyg'ur musulmonlari Qur'oni Karimning umumiy oyatlariga uyg'un holatda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatına uygun halatta bir hem cihatta bulatma şahsi, aile, cemiyet, devlet buluş cihatta. Çünkü biz Şarkı Türkistan Müslümanları öz aldığımızda müstakil bulup yaşap gelgen bir İslam devletine iyi olan bir halk biz. Müşününga uygun halatta Kur'an-ı Kerim'e uygunlaştırış asası da tadqiqat edip bardık mı biz? Kur'an-ı Kerim ve hadislerden bazı bir ailevi, ictimai, kanun siyasetlerine ahmet belgenimiz bilen umumi devlet, ictimai ahlak, siyaset, halkaralık münasebet, düşman karta tutkan muamele,
düşmanimizni tonish, uning qanday qarshi turish iddisi barpo qilish, uni qanday yengib chiqish uchun nima qurbonliklarni berish masalasida biz Qur'oni Karimga bo'libmi siyosiy jihatdan ahamiyat berishimiz va ruhiy jihatdan ahamiyat berishimiz, fikriy jihatdan ahamiyat berishimiz, tushuncha va safo jihatdan ahamiyat berishimiz, amaliy jihatdan ahamiyat berishimiz nihoyat kam bo'ldi qilishimiz. Shu Alloh taolo bizni Qur'oni Karimni dars qilishga, munoziralashishga, Qur'oni Karim orqali o'zimizning hayotini o'ngshashga alohida yetaklaydi. Shuna Qur'oni Karim va hadis da'vatlari yig'ilishi bo'lsa, ilm ma'rifat yig'ilishleri bo'lsa, har qanday bir qilishimizning bu yig'ilishlarga aktiv qatnashish ustimizda mas'uliyatimiz va qilishimiz. To'r, telefon, internetlarni anglayli. Bo'libmi Ramazon oylari yaqinlashib kelyapti hozir. Amaliy maydonlarga qattiq qatnashayli. Televizor, radio, internetda anglaganligimiz xuddi suratning bir narsa bilan o'xshash bo'lib qoladi. Quloqmi quloq, og'izmi og'iz, ko'zmi ko'z, amniyatmi amniyat anglanga yetmaydi. Shu Qur'oni Karimda va'al qasam va shahid nasihatni o'zining qalbi ham o'zi hozirlab turib anglagan nasihat eng ta'sir qildi deb Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday so'zlagan. Ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Alloh subhanahu va taolo avatgan shu sahobalar bilan payg'ambar alayhisalom birga ko'rishgan kishilarni sahobalar ataymiz. Nimishqa payg'ambar alayhisalom naq maydon da'vat anglagan, naq maydon birga yashagan, naq maydon din o'rgangan. Shu Qur'oni Karimda dinimizning hidoyatiga erishishning bir yo'lini ihdina siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alayhim deydi. Sen ularga in'am qilganlarning yo'liga boshligan, ya'ni in'am qilganlik, hidoyat yo'lida manganlik ko'ralganlarning yo'lidan birga turish har qanday bir mu'minning mas'uliyati degan bo'ladi. Shuna musulmonlar jamoatlarga aralashsak, so'rovlardan da'vat hidoyat o'rgansak, o'zimizning xatoliklarni deb turdi. Musulmonning ayniki. Musulmon o'yib kirib o'ltirib o'zining aynikini, o'zining xatoligini, o'zining keligi aksini ko'rmaydi. Musulmonlarga aralashgan vaqtida o'zaro bir-birimizga hamkorlashimiz, bir-birimizdan axloq, siyosat, hidoyat, kurash, sabrjonlik, jihad o'rganimiz qiynashirimiz. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shundoq Allohning kitobi Qur'oni Karimni, uning sunnatlari bo'lgan payg'ambar sollallohu hadislarini o'zining hayotiga tatbiqlashga birlikka kelgan, jug'lashib, to'plashib turib, Qur'on hadisining nur hidoyatini atrofga tarqatgan va shu Qur'on asilgan shundoq musulmonlarga nima desa, bularga Alloh tarafdan oromgarchilik tushadi, ularni rahmat qoplaydi, ularni farishtalar atrofdan qo'rshaydi, ularni Alloh subhanahu va taolo o'zining qishli kishilarga so'zlab turdi dedi qilishimiz. Buni biz burunqi tushunchimizmi to'g'ri? Qur'on hadisini o'qib, o'ltirishib, tilovat qilib qo'ygan o'ringa jug'lashidi degan bu maq. Yana Qur'on hadisning ruhini, so'zini tadqiqot qilib, tadqiqot markazlarini qurib, siyosat markazlarini qurib, siyosiy jamiyatlarni qurib, Qur'on hadisdagi ruh, tarbiya, siyosat, hidoyatni oilamiz, jamiyatimiz, xalqimiz, Sharq Turkiston musulmonlarining ozodlik uchun ishitimiz deb harakat qilayotgan siyosiy, jihodiy, da'viy, har turli amaliy, iqtisodiy xizmat qilayotgan Qur'on hadisining ruhini tadqiqlash uchun tadqiqot ilib borayotgan har qanday bir o'rindagi kishilarning hammasiga mana shu hadisning mazmuni bo'yicha nima tushdi ekan desa, rahmat tushdi ekan qilishimiz. Mana shu rahmat tushdi ekan, ham shundaq ularni atrofini farishtalar qurishaydi ekan, ularni Alloh o'z qishidagi kishilarga so'zlaydi ekan. Demak, shu Qur'oni Karimni tilovat qilib, tadqiqot qilib, amal qilganlarga mana shundaq atrofidan farishtalar qurishaydi ekan qilishimiz. Shuna bu hadisning oxirisida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Va man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Bu hadisni Abu Hurayra Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Bu hadisning ma'nosi nima? Bir odamni amali kichik tursa, u odamni nasabi oldirtamadi. Demak, Qur'oni Karimni tilovat qiladi, Qur'oni Karimni o'qiydi, Qur'oni Karimning ruh ma'naviyatlarini anglaydi. Lekin buni ashadi qolib qo'ydi emas. Men palonning balasi, men pistonning balasi deb tashlab qo'ydi emas, balki anglagan nasihatlarga amal qiladi, vujudiga, hayotiga chiqaradi. Mana shundoq vujudi hayotiga chiqargan, amaliyatida Qur'on hadisining ruhini tatbiqlagan shundoq jamoatga Alloh qanday qiladi ekan? Shuni o'qiyotgan vaqtida farishta bilib bo'ladi ekan. Alloh o'zining qishidagi, malul a'lodagi muqarrab kishilarga bularni damlab so'zlaydi ekan. Alloh bularningki yordamida bo'lib, Alloh bularga rahmat qiladi ekan. Hattoki mushu qilayotgan amallari, harakatlari, xizmatlari, da'vatlari jihatlarida bularga yordamchi bo'lib, Alloh yordam qildi ekan qilishimiz. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolaning yordamiga erishimiz desak, biz
mush oldimizda Ramazon oyi keladi. Biz Qur'oni Karimninki akşamı taravihini o'qib qo'yib tashlatmasdan, mush Qur'oni Karimning ma'nolarini o'qish orqali, Qur'oni Karim da'vat so'rovlari qatnash orqali, ilm ma'rifat da'vat so'rovlariga berish orqali, ham shundaqla Qur'oni Karimda Qur'oni Karimning hikmat va siyosatlarida bizni qandaq bir yo'l va hidoyat bilan Alloh rizoligiga erishadigan yo'lga erishadiganligimiz borasida dars tadqiqot va o'zaro fikrlash orqali biz mushu Sharq Turkiston musulmonlarini qanday qilganda eng sog'lom yo'l bilan Sharq Turkiston musulmonlarining e'tiqodini, axloqini, nafsini, Uyg'ur musulmonlarininki hayotini, ijtimoiy o'rnini, muhojiratdagi musulmonlarninki dinini, axloqini, hayotini, ularning iqtisodiy ahvolini, ularninki sharmi hayosini, qizlarimiz, o'g'illarimizning nikohliq yaxshi avlod barpo qilishini, oila jamiyatini qanday qilib yaxshi qo'llab qila olamiz, yaxshi birlik va kuch-quvvat asosida kelgusi biz nishon qilayotgan, g'oya qilayotgan Sharq Turkistonning mustaqilligini qanday qo'lga keltira olamiz degan uchun har birimiz tahqiq qilishimiz, tirishchilik qilishimiz va amal qilishimiz mana bu hadisdagi Alloh subhanahu va taoloninki so'zini anglab, tadqiq qilib, uning amal qilganlar qatorida bo'ldi. Her birimizin Allah subhanahu ve taala özününki, atı boğullarınınki, özününki, noç adamlıkınınki, ötmüşteki tarihe tayinip durup özünü maktaydıgan emas. Emri din üçün, İslamiyetimiz üçün, Müslümanlığa hizmeti ve birlik üçün haskıtıp durup Allah rızalığa ve hidayetine erişip din üçün haskıtıdığan kişilerden buluşumuzga nasip olsun. Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain.